Assalomu alaykum. Tugayotgan haftaning rasmiy xabarlari bilan tanishing. 10-aprel kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Buxoro shahriga tashrif buyurdi. Prezident Buxoro shahrining yangi aeroportni barpo etish loyihasi bilan hamda viloyat hokimligining yangi binosida yaratilgan sharoitlar bilan tanishdi. Prezident Buxoroning tarixiy qismiga tashrif buyurdi. Davlatimiz rahbariga Buxoroning boy madaniy merosini, tarixiy qiyofasini asrash va uni yanada obod etish borasida amalga oshirilayotgan ishlar haqida axborot berildi. 11-aprel kuni Qozog'iston Respublikasi Prezidenti Qosim-Jomart To'qayev amaliy tashrif bilan Buxoroga keldi. Oliy martabali mehmonni Buxoro xalqaro aeroportida davlatimiz rahbari kutib oldi. O'zbekiston va Qozog'iston prezidentlari tashrif davomida birgalikda qadimiy Buxoroning dunyoga mashhur yodgorliklarini ziyorat qildilar. 11-aprel kuni Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayevning bir kunga mo'ljallangan O'zbekistonga amaliy tashrifi nihoyasiga yetdi. Buxoro xalqaro aeroportida oliy martabali mehmonni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev kuzatib qo'ydi. Prezident Shavkat Mirziyoyev tadbirkorlik subyektlariga nisbatan moliyaviy jarimalarni qo'llash tartibini yanada liberallashtirish hamda bu sohada sud nazorati samaradorligini oshirish yuzasidan takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida uy-joy qurilishi va urbanizatsiya sohasida amalga oshirilayotgan ishlar va kelgusidagi ustuvor vazifalar yuzasidan video selektor yig'ilishi o'tkazildi. Prezident Shavkat Mirziyoyevga neft-gaz tarmog'ida barqaror ishlab chiqarish ko'rsatkichlarini ta'minlash va moliyaviy iqtisodiy samaradorlikni oshirish bo'yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar yuzasidan hisobot berildi. 15-aprel kuni davlatimiz rahbari O'zbekiston madaniyat va san'at xodimlariga tabrik yo'lladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev shaxmatchimiz Javohir Sindorov bilan telefon orqali muloqot qilib, Xalqaro shaxmat federatsiyasining nomzodlar turnirida qozongan tarixiy g'alabasi bilan tabrikladi. Davlatimiz rahbari Rossiya Federatsiyasi prezidenti administratsiyasi rahbarining birinchi o'rinbosari Sergey Kriyenko boshchiligidagi delegatsiyani qabul qildi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Butunjahon taekvondo federatsiyasi prezidenti Cho Chung-wonni qabul qildi. Ko'ksaroy qarorgohida prezident Shavkat Mirziyoyev ishtirokida O'zbekiston xalq artisti Farruh Zokirovning 80 yillik tavallud ayyomi munosabati bilan tantanali tadbir bo'lib o'tdi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining Zokirov Farruh Karimovichni buyuk xizmatlari uchun ordeni bilan mukofotlash to'g'risidagi farmoni hamda prezidentning O'zbekiston Respublikasi xalq artisti Farruh Zokirov ijodini keng targ'ib qilish hamda yosh avlodga munosib yetkazish to'g'risidagi qarori e'lon qilindi. Tugab borayotgan hafta ana shunday yuqori tempda o'tdi. Bizni kuzatib boring. Keyingi haftagacha xayr, omon bo'ling. Endilikda jismoniy imkoniyati cheklanganlarga ayrim xizmatlar masofadan ko'rsatiladi. Ya'ni nogironlik pensiyasi proaktiv shaklda tayinlanadi. Mas'ul idoralarga borib navbat kutish, ariza yozish shart emas. Ushbu yo'nalishdagi norma pensiyaga oid xizmatlarni ko'rsatish tizimini takomillashtirishga qaratilgan qonun loyihasida belgilab qo'yilgan. Loyiha bilan fuqarolarga nogironlik belgilanganida ular tomonidan murojaat qilinmasa ham proaktiv shaklda pensiya tayinlash belgilanyapti. Bu degani fuqaro nogironlik guruhi belgilanganidan keyin alohida ariza yozib yurmaydi. Tizimning o'zi avtomatik tarzda unga pensiya tayinlaydi-yu qo'yadi. Ya'ni pensiya tayinlash jarayoni raqamli tizim orqali amalga oshiriladi. Bu esa odamlar uchun qulay, ularning vaqtini tejaydi, ovoragarchiliklarni oldini oladi, jarayonlarni tezlashtiradi. Shuningdek, bir yoki ikkinchi guruh nogironlik pensiyasi tayinlanganidan keyin agar pensioner kamida 1 yil ishlagan bo'lsa, uning pensiyasi har 2 yilda bir marotaba qayta hisoblanadi. Ya'ni 1 yil ish staji to'plasa, 2 yil o'tgach ariza berilmasa ham qayta hisoblanadi. Buning uchun alohida vaqt ajratib ariza berish shart emas. Hammasi avtomatik tarzda tayinlanadi. Bu yangilik fuqarolar uchun yengillik beradi. Pensionerga, ayniqsa jismoniy imkoniyati cheklanganlarga masofadan turib xizmat ko'rsatish qulayligini yaratadi. Bundan tashqari loyihada har oylik chegirmalar miqdori pensiyaning 50% dan oshishi va chegirma qilinganidan so'ng to'lanadigan pensiya miqdori rasman belgilangandan eng kam iste'mol xarajatlaridan kam bo'lishi mumkin emasligi belgilanyapti. Gap shundaki, pensiya miqdori belgilangan minimal iste'mol xarajatlaridan past bo'lmasligi kerak. Ya'ni davlat odamlar uchun minimal hayot darajasini
belgilaydi. Bu esa bir kishi uchun kerak bo'lgan eng kam xarajatlar miqdorini anglatadi. Pensiya esa fuqaroning hayoti uchun kerak minimal xarajatlarni qoplashi kerak. Ya'ni pensiya miqdori davlat tomonidan belgilangan minimal iste'mol xarajatlaridan past bo'lishi mumkin emas. Bu esa odamlarning hayoti uchun zarur bo'lgan asosiy xarajatlarni qoplashga yordam beradi. Armiyani o'zini shakllantirib olishda o'zi bir og'ir jarayon bo'lganda bu. Mana ko'ryapsiz. 35 yil bo'layaptiki, Markaziy Osiyoda teng yo'q armiyaga aylanib qoldik hozirgi kunda. Jangovar harakatlarda 99-yilda eslaringizda bo'lsa, Yangiobodda terrorchi guruhlar kirishgan bizning hududimizga. O'shalarni bartaraf etishda bizni batalyonimizning shaxsiy tarkib qatnashib, o'sha jangovar harakatlarda qatnashganmiz. O'sha paytda yararlanganman. O'sha mudofaa vazirligi rahbariyatiga, o'zimizning maxsus operatsiya kuchlari rahbariyatiga murojaat qilganman, meni armiyada olib qolishini. Ular o'sha meni bergan bildirgimni ijobiy qabul qilishib, bu odam xizmat qilish kerak aytib olib qolganda mudofaa vaziri. Harbiy xizmat deganning o'zi bir oson narsa emas. Bu hamma narsadan kechib vatan uchun har doim tayyor bo'lishingiz kerak bo'ladi. Mana shu Millat fidoyilar degan kitobni yozishayotgan payti menga ham qo'ng'iroq qilishgan. Bu yerda o'sha Muhammadiyev Otabek to'g'risida mendan so'rashgan. O'sha Muhammadiyev Otabek meni qo'limda xizmat qilgan. Shartnoma asosida xizmatchi bo'lib, o'sha paytda starshina degan lavozim bo'lardi. Meni bo'limimda starshina lavozimida xizmat qilgan. Bundan tashqari bu yerda ko'rsatilgan har bitta harbiy xizmatchi vatan uchun fido, o'z jonini fido qilgan yigitlarning hammasi bizni bo'limimizda xizmat qilgan. Maxsus operatsiya kuchlari, o'sha paytdagi 65-maxsus operatsiya kuchlari batalyonda xizmat qilgan yigitlar hammasi. Ularning ko'pchiligi o'sha 2000-yilda avgust oyida boshlangan Sarasyadagi jangovar harakatlarda qatnashib, o'z jonlarini fido qilib, vatan uchun halok bo'lgan yigitlar. Qurolli Kuchlar Oliy bosh qo'mondoni prezidentimiz tomonidan qaror qabul qilingan, o'sha jangovar harakatlarda qatnashib yarador bo'lgan, halok bo'lgan harbiy xizmatchilarning oilalariga yordam ko'rsatish bo'yicha byustlarini qo'yib, maktablarga ularning nomlarini berish, ko'chalarda berishlari amalga oshiriladi va hozirgi kunda ham har bayramda, har tadbirlarda o'sha harbiy xizmatchilarning oilalaridan borib xabar olish tadbirlari hammasi amalga oshirilyapti. Buni hammasiga o'sha rahbariyat tomonidan qabul qilingan qarorlar asos bo'ladi. Mustaqillikka erishgan paytimizdagi armiya bilan hozirgi armiyani tenglashtirib bo'lmaydi. Bu paytda juda ham sharoitlar yaxshi emas edi. Hozirgi sharoitda juda sharoitlar yaxshi yaratilgan. Har tomonlama o'sha yangi qurol-yarog'lar bilan ta'minlanyapti. Harbiy xizmatchilarni oila a'zolariga yordam ko'rsatish tomonidan. Umuman so'z bilan ta'rif qilib bo'lmaydigan darajada armiyaga e'tibor qaratilyapti hozirgi kunda. Oxirgi qabul qilingan qaror bo'yicha mana muddatli harbiy xizmatchilar armiyaga borib turib, oliy ma'lumotga ega bo'lishi mumkin. O'sha qaysi bilim yurtiga o'qishga kiradigan bo'lsa, o'sha joyda masofaviy o'qib tugatgandan keyin zaxiradagi leytenant unvoni beriladi. Mana hozirgi kunda oladigan bo'lsak, yon atrofimizda, mana yaqin sharqda bo'layotgan holatda ham aytadigan bo'lsak, juda katta jangovar harakatlar olib borilyapti, juda katta davlatlar o'rtasida. Biz xursand bo'lishimiz kerak. Mana bizning davlatimiz tinch ekanligidan, har kun ertalab turganimizda musaffo osmonni ko'rishimizda, ota-onalarimiz, farzandlarimiz, nabiralarimiz yonida ekanligini xursand bo'lishimiz kerak. Va bundan yoshlar shunday xulosa chiqarish kerakki, hozirgi kunda bizning davlatimiz rahbariyat tomonidan olib borilayotgan siyosat qanchalik to'g'ri ekanligini, qo'shnichilik odatlariga rioya qilayotganligimiz, ular bilan hamkorlikda hamma ishlarni olib borilayotganligimiz, janjallarni hammasini tinchlik yo'li bilan hal qilishimiz juda katta e'tiborga loyiqligidan dalolat beradi. Biz tinchlik davrida o'sha jangovar harakatlarga yaqinlashtirilgan holda o'quvlar o'tkazishimiz. Hozirgi kunda bizda asosiy e'tibor axloqiy ruhiy tayyorgarlikka berilyapti. Ma'naviy yetuk bo'lmasa, uni bilimi bo'lmasa, faqat kuch bilan hech narsani hal qilib bo'lmaydi. Aql bilan ish tutadigan bo'lsa, yutadi. Faqat haligi uraman deb yuguradigan bo'lsangiz, bu ishni amalga oshira olmaysiz, chunki sizni to'g'ringizda turgan odam sizni o'rganib bo'lgan bo'ladi. O'shaning uchun biz
harbiy xizmatchilarni, o'sha muddatli harbiy xizmatchilar, shartnoma asosida harbiy xizmatchilarni ma'naviy ma'rifiy tayyorgarliklariga juda katta e'tibor qaratamiz. Bugun Jadid gazetasi o'quvchilarini nashrning 16-sonida berilgan ayrim maqolalar bilan tanishtirib o'tamiz. Gazetaning bu galgi sonidan muallif Zebiniso Rahmatovaning maqolasi o'rin olgan. Unda o'zbek kinosining asoschisi, milliy o'zlikni tasvirlarni muhrlab qolgan tarixchi, yurtimizda yangi san'at turini targ'ib qilish orqali o'zbek bolalariga maktab ochib, yangi kasbni o'rgatgan, yurt istiqboli yo'lida jon kuydirgan, Qatag'on davrida ko'plab millat fidoyilari qatorida qurbon bo'lgan Xudoybergan Devonov hayoti va faoliyati haqida qimmatli ma'lumotlar taqdim etilgan. Taniqli san'atshunos Hamidulla Akbarovning tadqiqotlarida yozilishicha, Xudoybergan Devonovning faoliyati birinchi rus kino san'atkorlari ijodi bilan deyarli bir vaqtda boshlandi. Devonovga qadar ba'zi rus va chet el kino firmalari ham Xorazmning hashamatli binolarini suratga olishga qiziqqanlar. Lekin ularni xalq hayoti va turmush tarzi emas, faqat xon saroylari, harbiy majlislar qiziqtirgan xolos. Xudoyberganning xuddi shu davrda yaratgan filmlari mavzusi o'zgacha bo'ldi. Necha yuz metr kinolenta, mingdan ortiq fotosuratda Devonov Xorazm xalqining mehnatini, urf-odatlarini, Xivaning qadimgi yodgorliklarini aks ettirdi. Milliy g'urur qal'asi gazetada ijodkor Otabek Bakirovning shu nomdagi maqolasi chop etilgan. Unda bugun O'zbekistonning zamonaviy qiyofasi va ma'naviy yuksalishi ramziga aylangan Islom sivilizatsiyasi markazi nafaqat mamlakatimizning milliy g'urur va iftixor madhiyasi, balki butun musulmon olamining va jahon ilmi fanining mushtarak merosi sifatida talqin qilingan. Maqolani o'qish o'quvchini ma'lumot bilan ta'minlash bilan bir qatorda ushbu muqaddas maskanni borib ko'rishga kuchli ishtiyoq uyg'otadi. Islom sivilizatsiya markazi rasman dunyodagi eng yirik islom sivilizatsiya muzeyi deb tan olindi va Guinness rekordlar kitobining nufuzli unvoniga sazovor bo'ldi. Guinness rekordlar kitobining rasmiy vakili va hakami Shieda Subashi tantanali taqdirlash marosimida ishtirok etdi va markaz barcha xalqaro standartlarga to'liq javob berishini tasdiqladi. Bugungi kunda markazimiz mintaqaning eng ko'p tashrif buyuriladigan madaniy va ilmiy maskanlaridan biriga aylandi. Har kuni 5000 gacha odam tashrif buyuradi. Nashrdan o'rin olgan shu va boshqa maqolalarning to'liq matnini gazetaning rasmiy sahifalaridan o'qishingiz mumkin. Bugun dunyo tez o'zgarmoqda, global beqarorlik va turli tahdidlar davrida yashayapmiz. Ana shu sharoitda tinchlikni saqlash, mustaqillikni asrash va milliy qadriyatlarga sodiq qolish har qachongidan ham muhim. Sizningcha ana shu qadriyatlarni mustahkamlab qolish omillarini nimalardan iborat? Bugun hozir o'z ta'kidlab o'tganingizdek dunyo tahlika har qachongidan ham va bugun tinchlikni qadriyat darajasiga olib chiqish har qachondan muhim. Dunyodagi eng qimmat ne'mat bugun tinchlikka aylanyapti. Men birgina misollar bilan to'xtalib o'tmoqchi edim. Birlashgan Millatlar Tashkilotining ochiq manbalarining tahliliga ko'ra 2023-yilda 204 trillion dollar qurol aslaha olishga sarflangan va bor yo'q 669 million dollar tinchlik uchun sarflangan. 20 barobar ham kam hatto. Bu o'z-o'zidan nima dalolat beradiki, bugun barcha davlatlar o'z mustaqilligini saqlab qolish va ertangi kunga shu mustaqilligini keyingi avlodga yetkazish har qachongidan ham muhim va dolzarb masalaga aylanmoqda. Va bunday holatda davlatning mustaqilligi bu ham iqtisodiy, ham ma'naviy va har bir xalqni ongida, qalbida his qilinishi kerak. 35 yillik bosib o'tgan yo'limiz bu tarix sahnasida juda kichkina davrdir. Lekin bu 35 yillikda agar biz tahlil qiladigan bo'lsak, ayniqsa oxirgi 10 yilda bu juda katta iqtisodiy, ijtimoiy, ma'naviy, siyosiy sohada o'zgarishlarni o'zida aks ettirdi. Shuning uchun o'ylaymanki, bugun bu hozir biz ta'kidlab o'tgandek, hurmatli prezidentimiz 2-aprelda chiqqan qarorning ma'no mazmuni shundan iboratki, biz bugungi tinchlik ne'mat ekanligini, milliy qadriyat darajasiga olib chiqib, uni yoshlarga yetkazish oldimizga asosiy qo'yilgan vazifalardan biri. Biroz biz boshqa millatlarga nisbatan tinchlikda va mustaqillik qadrini ko'proq o'zimizda his qilamiz va qadrlaymiz. 3000 yillik tariximizning 814 yiliga yaqin davrini biz mustaqillikni orzu qilib o'tgan davrimiz. Milliy xalqimiz tarixida har 3-kuni mustaqillikni orzu qilgan. Va o'ylaymanki, biz 91-yil mustaqillikka erishganimizda bu ne'mat shunchalik bizga qadrliki va buni biz boshqalarga nisbatan ko'proq qadrlaymiz. Va mana oxirgi 10 yildagi islohotlardan birgina 2-3 ta ma'lumotga to'xtalib o'tmoqchi edim.
oxirgi 10 yilda o'zida 210 million kvadrat metrli bino inshoot qurilgan. Oxirgi 10 yilda. Endi sizga tarix bilan solishtiraman. Hatto o'sha Toshkentda zilzila bo'lganda 66-yillari 15 ta davlatdan kelib Toshkentni qurganda ham 1 million kvadrat metr qurilgan. Va so'nggi 25 yilda 32 million kvadrat metr qurilgan. Birgina 10 yilda o'zida 210 million kvadrat metr. 647 ming odam xonadonli uyli bo'ldi. Mustaqillik nima? Vatan. Vatan nima bu? Avvalambor kichik uy joying bo'lish. Siz tasavvur qiling, 647 mingta odam har yil mustaqillik bayramini endi o uyda kutyapti. O'zini vatanida kutyapti. Kichik vatanida kutyapti. Yana bir misol, 15 mingdan ortiq ko'p qavatli uylar barpo etildi. Yoki yana bitta misol aytishim mumkin sizga. 100 ta boladan 25 ta bog'chaga bora oladi. Bugun 80 ta bola bog'chaga boryapti. Har kuni ertalab borganda u bog'chaga borgan bola bilan bog'chaga bormagan bolaning farqi. Ikkinchisi yana bir aytaman sizga. Har yili men o'qishni bitirgan paytim 2002-yili 547 mingta bola maktab bitirganda 49 mingtamiz oliy ta'limga kirganmiz. Va qolgan hammasi siz nima mustaqillik nishonlarida bo'ysiz. Bugun bu 42% ga yetdi. Ya'ni bugun 42%imiz har 100 ta bitirgan abituriyent 42% oliy ma'lumotli bo'lyapti. Mustaqillik bilasizmi? Biz bugun yangi O'zbekistonda mustaqillik bu har kunlik hayotimizda aks etyapmiz. Mustaqillik bayrami bu faqat 1-sentyabr emas. Bugun yangi O'zbekistonda mustaqillik bayrami 365 kun nishonlanadi. 365 kun haliga 647 mingta xonadonda nishonlanadi. Bog'chaga borayotgan, maktabga borayotgan va pedagoglar har bir inson o'zida his qilyapti. Ya'ni mustaqillik avvalambor bu har kuni mustaqil qaror qabul qilishda o'zini aks etyapti. Hafta davomida qabul qilingan qonunchilikdagi yangiliklar bilan tanishing. Studiyada Surayyo Ablakulova. Assalomu alaykum. Farmon asosida Mening bog'im loyihalari tanlovida g'olib bo'lmagan loyihalarni saylovchilar manfaatlari va hududning ekologik holatidan kelib chiqqan holda Qonunchilik palatasi deputatlari tomonidan g'olib deb e'lon qilish amaliyotini yo'lga qo'yish. Mening bog'im loyihalarini hududning tuproq, iqlim sharoiti va suv ta'minotiga mos ravishda shakllantirish tizimini joriy qilish. Mening bog'im loyihalari doirasida yashil bog'lar va yashil jamoat parklarida daraxtlar va o'simliklarni ekish, ularni doimiy parvarishlash, barpo etilgan obyektlar holatini sifatli saqlashning yangi amaliyotini kiritish, loyihalarni tashkil etish jarayonlarini takomillashtirish, ularni amalga oshirishda yangi mexanizmlarni joriy qilishning asosiy vazifalari sifatida belgilandi. Farmonga ko'ra, ochiq byudjet axborot portalidagi tanlovda g'olib bo'lmagan kamida bitta Mening bog'im loyihasini deputatlar tomonidan tegishli saylov okrugidagi saylovchilar manfaatlari va hududning ekologik holatidan kelib chiqib, g'olib deb e'lon qilish amaliyoti yo'lga qo'yiladi. Farmonga muvofiq oliy ta'lim va ilmiy muassasalar muassisligida yangi ishlanmalarga asoslangan spin-off korxonalari tashkil etiladi. 2026-yil 1-maydan boshlab korxonalar ustav fondidagi davlat ulushini boshqarish funksiyasi ishonchnoma asosida muassislarga beriladi va 5 yil davomida davlat ulushini xususiylashtirish man etiladi. Korxonalarni davlat ro'yxatidan o'tkazish hamda ularning ustav fondidagi davlat ulushi miqdorini o'zgartirishda davlat aktivlarini boshqarish agentligi qarorini qabul qilish hamda raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasining oldindan roziligini olish talab etilmaydi. Korxonalar muassisalarning innovatsion faoliyatini qo'llab-quvvatlash jamg'armasi mablag'lari hisobidan tashkil etilganda, u qonunchilik hujjatlarida belgilangan tartibda venture moliyalashtirishga tenglashtiriladi. Korxonalarning mehnat jamoasi tarkibida muassisning professor o'qituvchilari, ilmiy xodimlari yoki talaba izlanuvchilari ham faoliyat ko'rsatishi talab etiladi. Korxonaga investorlar tomonidan investitsiya kiritishga oid kelishuvlar, bitim, shartnoma, memorandumlar bo'yicha vakolatli davlat organining xulosasi talab etilmaydi. Qonunchilikdagi shu va boshqa yangiliklar bilan Adliya vazirligining huquqiy axborot Telegram kanali orqali tanishishingiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli mahalladoshlar. Xabaringiz bor, joriy yilning 16 fevral kuni Prezidentimizning mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yilida ustuvor yo'nalishlar bo'yicha islohotlar dasturi va O'zbekiston 2030 strategiyasini amalga oshirish bo'yicha davlat dasturi to'g'risidagi farmoni qabul qilindi. Farmon bilan mahalla infratuzilmasini yanada takomillashtirish va yangi O'zbekiston qiyofasini olib kirish bo'yicha ustuvor islohotlar dasturi tasdiqlandi. Bugundan boshlab davlat dasturiga sharh rukni orqali
davlatimiz rahbarining ushbu farmoni va unda belgilangan ustuvor islohotlar, ularning maqsadi, mazmun mohiyati va ahamiyati yuzasidan tushuntirishlar berib boramiz. Mahallalar hududida qonunchilikda belgilangan tartibda ishlab chiqarish korxonalari va xizmat ko'rsatish nuqtalarini tashkil etish uchun kredit mablag'larini ajratishga jami 5 trillion so'm mablag' yo'naltiriladi. Shuningdek, mazkur maqsadlarda tadbirkorlik subyektlari uchun ajratilgan kredit foizlarining milliy valyutada 10% gacha, xorijiy valyutada 4% gacha bo'lgan qismini tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati tomonidan qoplab berilishini yo'lga qo'yish rejalashtirilgan. Bu islohot o'z navbatida 10 mingdan ziyod ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish loyihalarini ishga tushirishga, mahallalarda qo'shimcha 100 mingta yangi ish o'rinlarini yaratishga xizmat qiladi. Mahalla infratuzilmasini yanada takomillashtirish va yangi O'zbekiston qiyofasini olib kirish bo'yicha ustuvor islohotlar dasturi ijrosida qilinayotgan ishlar bilan tanishishni xohlasangiz, bizni kuzatib boring. Tutuq belgisi asosan arab va fors tilidan o'zlashgan so'zlarda qo'llaniladi. Undan 3 xil maqsadda foydalaniladi. Birinchidan, unlilarni cho'zib talaffuz qilish uchun, masalan, ma'lum, she'r, e'lon. Ikkinchidan, unlini o'zidan oldingi undoshdan ajratish uchun, masalan, qat'iy, sur'at, san'at. Uchinchidan, S va H harflarini ketma-ket qo'llaganda she qilib o'qilmasligi uchun ularning orasiga qo'yiladi. Masalan, mushaf, ishoq, ashob. Lekin shunday so'zlar borki, tarkibida tutuq belgisi bo'lmasa ham talaffuzda bordek tuyuladi. Masalan, taqiqlamoq, shama qilmoq, meros. Bu so'zlarda hech qanday tutuq belgisi yo'q, ammo talaffuzda tutuq belgisi bordek ko'rinadi. Ko'pchilik Word yoki Excel dasturida O va G harflaridagi belgi bilan tutuq belgisining o'rnini almashtirib qo'yishadi. G va O yozishadi. Bu kabi yozish xato. Hozir sizga bu harflarni to'g'ri yozish uchun qulay usul ko'rsataman. Masalan, O harfini yozmoqchi bo'lsangiz, Alt tugmasini bosib turib 0145 raqamlarini terasiz. Biroz qiyindek ko'rinsa-da, vaqt o'tishi bilan o'rganib ketasiz. Xayr, salomat bo'ling. Dado Muhammedov zargarlar sulolasini keyingi avlod vakili hisoblanaman. So'nggi yillarda zargarlikka yanada ko'proq e'tibor qaratildi va bu so'nggi 100 yillikda bo'lmagan ishlar amalga oshirilmoqda. Bu borada o'sha prezidentimizning qator qaror va farmonlarida ham belgilab berilgan mana shu qaror ijrosini ta'minlash maqsadida bugungi kunda ham o'quv qo'llanma, ham monografiya, ham kataloglarni yaratish ustida ish olib bormoqdaman. Bilasizmi? Zargarlar orasida ilmiy ish qilganlar hozircha yo'q. Bugungi kunda hozircha birinchiman. Bu albatta maqtanarli emas, bu faxrli. Faxrlanib aytaman. Shu bilan bir qatorda odamlar respublika bo'yicha birinchi, hozircha yagona zargarlar o'rtasida professor hisoblanadilar. Undan tashqari biz 3 karra sulola vakili hisoblanamiz, ya'ni ham zargarlar, ham san'atshunoslar, ham pedagoglar sulolasi hisoblanamiz. Ya'ni zargarlikka kirib kelishim tasodif bo'lmagan. Albatta odamlar, akalarim mana shu sohada, ustaxonada faoliyat yuritish jarayonlarida mana shu ularni ishlariga qiziqib, asta-sekin kirib borganman. O'sha hech kim yo'qligida ustaxonaga kirib, bu orada buzishlar bo'lgan, bir nechta asbob uskunalar nosoz holatga kelgan, bir nechta zargarlik taqinchoqlari oxirgi yetkazilmagan holatda erib ketib qolgan holatlari ko'p bo'lgan, chunki olovda ishlaymiz. Bugungi kunda esa talabalarga aynan mana shu kamchiliklarni bartaraf etish uchun, yetuk zargar bo'lish uchun nimalar kerak bo'lsa, mana shu barcha bilimlarni berib kelmoqdamiz. Bilasizmi, hunarning barcha turi singari zargarlikni ham o'rgansa bo'ladi, lekin tug'ma iqtidor bunga yanada qo'shimcha bo'ladi. Iqtidorni shakllantirish ham mumkin, lekin agar unda tug'ma iqtidor bo'lsa, yo'naltirganingiz o'zi yetarli bo'ladi. Mana bu ko'rib turganingiz, bu o'tgan yili birinchi qaldirg'och bitiruvchilar hisoblanadi zargarlikdan. Bularning hammasi qizlar tomonidan yasalgan va chizilgan
diplom ishlari. Zargarlar nafaqat zargarlik taqinchoqlarini yasashadi, balki mana bunday kompozitsiyalar, alohida modellarni, haykallarni ham ishlash ularni qo'lidan kelishini ko'rsatib o'tish maqsadida qilingan. Qo'l mehnatida ishlanadi. Biz harakat qilamiz bu yerda 100% qo'l mehnatidan foydalanishga. Sababi talabalar qo'li bilan yasayotganda ular his qiladi qanday mahsulotni yasayapti, naqshlarni his qilishadi. Shakl shamoyil o'lchamlarini aynan shu barmoqlar orqali his qilishini biz o'rgatishga harakat qilamiz. Bu yerda hozir jarayonimizda yarim tayyor mahsulot, ya'ni taqinchoqni detallari olovda toblanmoqda. Toblashni sababi metal qancha toblansa, shuncha u yakunida jilvakor bo'ladi va o'zini metal yaltiroqlik xususiyatini yanada ko'rsatadi. Dastlab olov berilayotganda metalni usti yuzasi qorayadi, lekin keyingi etapda qizdirilganda metal mana bunday oq rangga keladi. Har bitta detal mana shunday toblanadi. Mana shu yuqorida aytganimizdek, metal qancha toblansa, shunchalik har bitta detali o'ziga tushadi. Assalomu alaykum. Bilasizmi sahifasi yana siz bilan. Bilasizmi, inson tanasi nafas olish, yurish, hatto uxlash uchun ham energiya sarflaydi. Biz energiya miqdorini kaloriya deb ataymiz. Kaloriyani esa iste'mol qiladigan oziq-ovqat mahsulotlaridan olamiz. Bilasizmi, mutaxassislarning ta'kidlashicha, kunlik qabul qilinadigan kaloriya odamning vazniga bog'liq bo'lishi kerak. Har bir kilogramga 25-30 kilokaloriya oziq-ovqat mahsuloti iste'moli to'g'ri keladi. Bilasizmi, ayollar uchun kuniga taxminan 1800-2000, erkaklar uchun esa 2000 dan 2500 gacha kilokaloriya oziq-ovqat mahsulotlari iste'mol qilishi me'yor hisoblanadi. Hozir esa sevib iste'mol qilinadigan o'zbek milliy taomlarining kilokaloriyasi haqida aytib beraman. Masalan, somsada 350 kilokaloriya, mantida esa 400. Oshda bu ko'rsatkich 500 ni tashkil etadi. Besh barmoqda esa 480, qozon kabobda 520, dimlamada esa 420 kilokaloriya mavjud. Yana bir qiziq fakt, suvda umuman kilokaloriya yo'q ekan. Bilasizmi, iste'mol qilingan taomlarimizdan olgan kaloriyamizni bir kunda sarflamasak, ular ortiqcha vaznga aylanadi. Har kuni ortiqcha 100 kilokaloriya bir oyda sezilarli vazn ortishiga sababchi bo'ladi. Misol uchun 100 kilokaloriya energiyani yo'qotish uchun 30 daqiqa yurish kerak. Qolaversa, yugurish orqali 10 daqiqada 95 kilokaloriya, velosiped haydab esa 230 kilokaloriyani yo'qotish mumkin. Ha, yana bilasizmi, mahsulotning tarkibi, tabiiyligi va foydalilik darajasiga ahamiyatli bo'lish tanani kerakli vitamin, mineral va energiya bilan ta'minlaydi. Bunday mahsulotlar nafaqat sog'likni mustahkamlaydi, balki tanaga uzoq vaqt davomida to'qlik hissini ham beradi. Fast food, shirin va gazli ichimliklar, paketli gazaklar va konservalarda foyda kam, kaloriya esa baland. Ular yeganingiz hazm bo'lmasidan turib, yana boshqa taom iste'mol qilishga undaydi. Shunday ekan, kaloriya bu shunchaki raqamlar emas, balki sog'ligimiz va hayot tarzimizning muhim ko'rsatkichidir. To'g'ri tanlov esa har doim o'z qo'limizda. Ana shunaqa gaplar. Bizni kuzatib boring. Foydali ma'lumotlardan bahramand bo'ling. Kelgusi dasturlarda ko'rishguncha Diqqatni jamlash insonning ma'lum bir faoliyatga yoki axborotga ongli ravishda e'tiborini qaratish qobiliyatidir. U o'qish, ishlash va kundalik qarorlar qabul qilish jarayonida muhim rol o'ynaydi. Biroq diqqat faqat ichki emas, balki tashqi, ayniqsa ijtimoiy omillarga ham bog'liq hisoblanadi. Psixologiyada bu jarayon ijtimoiy ta'sir tushunchasi orqali izohlanadi. Birinchi muhim omil bu ijtimoiy va atrof muhit omilidir. Masalan, shovqinli yoki odamlar ko'p joylarda ishlash diqqatni bo'lishi mumkin. Aksincha, tinch va tartibli muhit diqqatni yaxshiroq jamlashga yordam beradi. Ikkinchi muhim omil ijtimoiy tarmoqlar va raqamli muhitdir. Bugungi kunda telefonlar va internet diqqatni eng ko'p chalg'ituvchi vositalardan biri hisoblanadi.
Doimiy bildirishnomalar, xabarlar va videolar insonning e'tiborini tez-tez bo'lib yuboradi. Bu jarayon kognitiv yuklama bilan bog'liq bo'lib, miya bir vaqtning o'zida juda ko'p ma'lumotni qayta ishlashga majbur bo'ladi. Yana bir muhim jihat bu ijtimoiy bosim va kutuvlar. Masalan, ota-onalar, o'qituvchilar yoki ishxonadagilarning yuqori talablari ba'zida motivatsiyani oshirsa, ba'zida aksincha stressni kuchaytirib, diqqatni pasaytirishi mumkin. Bu holat insonning ruhiy holatiga bog'liq holda turlicha namoyon bo'ladi. Muloqot va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash diqqatga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Yaxshi munosabatlar, do'stlar va yaqinlar bilan suhbat qilish insonni ruhiy jihatdan yengillashtiradi. Natijada u o'z ishiga yaxshiroq e'tibor qarata boshlaydi. Xulosa qilib aytganda, diqqatni jamlash faqat shaxsiy intizomdan tashqari ijtimoiy muhit, texnologiya va insonlar bilan o'zaro munosabatlar bilan chambarchas bog'liq. Shu sababli diqqatni yaxshilash uchun o'z ustimizda ishlashdan tashqari atrof muhitni ham to'g'ri tashkil qilish eng muhim masalalardan biri hisoblanadi. Shunday qilib, sayohat Fukokda. Fukok Vyetnamning eng rivojlangan oroli hisoblanadi. Ayniqsa hozirgi paytda turistlarning sevimli lokatsiyasiga aylangan. Nima uchun? Chunki birinchidan bilet arzon, ikkinchidan tabiati mana. Instagram bop go'zal go'sha. So'nggi paytlarda yashin tezligida rivojlanmoqda. Vyetnamning Italiyasi haqida eshitganmisiz? Bu Sunset Town. Italiyalik arxitektorning ijod mahsuli. Yevropaning barcha asori atiqalari, go'zal va tarixiy binolari, favoralari, qadimgi mashinalari, bir so'z bilan Yevropacha ruh hukmron bu yerda. Sunset Townda kechqurun mushakbozlik tomoshalari avjiga chiqadi. Birgina shunday go'zallikni ko'rish uchun dunyoning ko'plab mamlakatlaridan sayyohlar kelishadi. Aynan shu yerdan dunyodagi eng uzun kanat yo'li o'tgan. Mazkur kanat yo'li 8 kilometr masofani bosib o'tadi. Unda siz Sun World attraksioniga hamda akvaparkiga borishingiz mumkin. Bu yer Fukokdagi boshqa manzillardan tubdan farq qiladi. Yevropacha uylar, ko'chalar, kafe, restoranlar bor. Xullas, Pompey, Kolizey, mozaikali ko'priklar, gulzorlar, eng totli ichimliklar va boshqa italyancha uslub bor. Shaharda harakatlanish oson bo'lishi uchun Big Ben oldidan eskalator o'tgan. U uzog'ingizni yaqin qiladi. Xullas, bu yerga har gal kelganingizda ochilmagan qirralarni ochasiz. Fukok dengiz mahsulotlari bilan lim-molim. Ularni iste'mol qilasiz va dunyodagi aqllilar ro'yxatini to'ldirishingiz mumkin. Burningizni jiyirmang, ular juda foydali. Fukokda Fishing Bay plyajida mana bunday dengiz yulduzchalari bor. Ular dengiz u ummonning eng go'zal maxluqotlaridan biri. Yulduzchalar tirik organizmlardir. Buni albatta ko'rishingiz kerak. Gal Imperial Safarisiga keldi. Mening orzuyim ushaldi. Jirafalar, flamingo qushlari, minglab noyob jonivorlar bor bu yerda. Ularni oziqlantirib, olam emotsiyalar olasiz. Ishoning, buning gashti o'zgacha. Bu esa Winworld parki. Juda ko'p va turfa attraksionlar, plyajlar, ko'ngilochar maskanlar sizning tashrifingizga muntazir. Suv parilari ishtirokidagi shou alohida mavzu. Bu yer doim gavjum va chiptalar qo'lma-qo'l. Parkda bir kunda millionlab tashrif buyuruvchilarning oyog'i uzilmaydi. Mana bu bambukli qal'ani qurishda bitta ham mix ishlatilmagan. Mana bu installyatsiyalarning esa har birining mazmun mohiyati bor. Kechqurun bu maskan yanada go'zal qiyofa kasb etadi. Italiyaning kichik Venetsiyasi. Bu hali hammasi emas. Bizni kuzatib boring va Fukok mo'jizalariga guvoh bo'ling. So'zimning oxirini esa hamkasbim Jamshidxon Ziyoxonovning fikrlariga qoldirdim. Pulli to'y hashamga emas, sayohatga sarflang. Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi, Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligi, Fan olimpiadalari markazi, Tashqi ishlar vazirligi, Fanlar akademiyasi, Tarix instituti va boshqa hamkor tashkilotlar ishtirokida ajdodlarimizning dunyo tamadduni rivojiga qo'shgan beqiyos hissasi, milliy madaniyatimiz, adabiyotimiz va tariximizni o'rganishni rag'batlantirish maqsadida joriy yilning 5-7 may kunlari Toshkent shahrida umumiy o'rta ta'lim maktablari o'quvchilari o'rtasida Buyuk Sharq Renessansi xalqaro olimpiadasi bo'lib o'tadi.
har 2 yilda an'anaviy tarzda o'tkazilishi rejalashtirilgan xalqaro olimpiadada 9-16 asrlarda hozirgi Markaziy Osiyo hududida yashab, faoliyat yuritgan buyuk allomalar merosi, shuningdek, Sharq Renessansi davriga oid tarixiy obidalarga bag'ishlanadi. Olimpiada 2 bosqichda o'tkaziladi. Birinchi bosqich Sharq allomalarining ijodi va ilmiy merosiga bag'ishlangan taqdimot. Ikkinchi bosqich esa Sharq Renessansi davri tarixiy obidalari bo'yicha tezkor va ilmiy tahlil. Ishtirokchilar 14-18 yoshli o'quvchilardan iborat 4 nafar jamoa a'zosi va 1 nafar rahbardan tashkil topadi. Har bir davlatdan 2 ta jamoa ishtirok etadi. G'olib jamoalar oltin, kumush va bronza medallari hamda tegishli sertifikatlar bilan taqdirlanadi. Siyosiy ma'rifat soatining video kontentlarini Telegram sahifasiga ulangan holda doimiy kuzatib boring. E'tiboringiz uchun rahmat.